Zafer, ben yakını bir yanlış şirket ahırını çıkama hakikaten kıyım. Çünkü işine baş direktör. Çok bir baş... Vay. Kiren. Yaxşınızsız baş direktör. Bu menin Stepanova. Körüp bakamazsınız. Bu qanday ispaverdigan bo'lib qoldingiz? Bir yaxshi ishlab o'tadingiz bu. O'zingizning xabar baş direktör. Oldin qayda 1 million 300 ming yerlik mal setib chiqadi. Uningdan keyin qayda bo'lsa 1 million 400 ming mal setib chiqadi. Ammo lekin shuncha ishlab turibmi? Menga bergan maoshingiz shunchalik oz. Men o'sha o'zimning qobiliyatiga tayanib o'z oldimga bir ish qilsam, men cho'qim yaxshi qilib ketalayman. Shuning uchun iste'fo so'rayman. Unda qochiq bo'lganda shirkatga qilib qilasiz. Qilib qilish imkoniyatingiz bormi? Meningcha hozirgi iqtidorim bilan o'z oldimga yolg'iz ish qilsam, cho'qim taraqqiy qila olaman. Men bundan ko'p pul topa olaman. Biz hozir o'zgarish shirkatga qarmada yangi bir turni yo'l qo'ymoqchi edik. Ham siz hozir bir qaror kelib bo'psiz. Ashta bo'lgan shu turni sizga bersak, shu salgan badbag'ingizni shuni qilsangiz, hozir bizning markamizda ishlasangizmi yoki o'zingizning markamizda ishlasangizmi bo'ladi. Mesela kim bir fırsatı bersak, siz şirketga taqib qolsangiz qanday bo'ladi? Ammo lekin men o'zimga ishonma baş direktor. Cho'qim bir boshqa qilib chiqa olaman. Unda sizda shirkatga qilib qilish imkoniyati yo'q degan gap, qilib qilishingiz yo'q. Kechiring direktor. Men oldi burun shirkatimni anga oldirib bo'ldim. Unda bo'lsa bo'ladi. Sizning ishlaringizga utuq tilayman. Qiyinchilikqa yo'l qilib qolsangiz, har vaqt bir izsiz bo'ladi. Yo'ldiringiz dog'dan bo'lsin. İki yıldan keyin. Kiren. Yaxshimisiz direktor? Oy, qanday yaxshi mehmonlarga kelib qolibsiz-ku. Qaysi ketdi? O'tiring. Ha, qanday shirkatingizda ishlari yaxshi ketib turamdi? Direktor. Ayni vaqtda men aslida bek kichiklik qildim. Bugun sizning oldingizga alaydan kechirim so'rab keldim. Siz degandek haqiqatan bir ishlarni boshlab bir beshlik chiqmoq haqiqatan qiyin ekan. Krasketni qilsam, mening bu shirkatga qaytib kelgim bor. Ilgari sizning gapingizni anglamay aslida kichiklik qildim. Siz degandek bir ishlarni boshlab oxirini chiqmoq haqiqatan qiyin ekan. Ilgari Voy yaxshimisiz? Men Zafer. Men yaqin bir yangi shirkat qurgan. Agar xohlasangiz davomli turda hamkorlashib. Zafer, yazgan sana shunchalik yaxshilik qilgan tursa, sen yana yuz o'rib ketdingmi? Shundoq tuzun chaqadigan ishlar qilsang, uyalmadingmi? Buni qat'iy bo'lmoqchi bu. Endi bo'lganda men bilan hamkorlashma deyapsan. Kechirgin. Men sendek mas'uliyatsiz odam bilan qanday hamkorlasha olaman? Yo, tuttirma tushundiray. Voy yaxshimisiz? Ana to'g'riman Zafer. Hozir shirkat qurmoqchi, agar men bilan hamkorlashni xohlasangiz. Voy. Sizning kelgingizni qarshi olamiz, lekin ichki dunyoga o'zgarishlar cho'ng. Siz endi shu noldan boshlashga to'g'ri keldi hozir. Kiren. Boshliq qahvaringiz. Siz bu ikki yanqi natijangizni elimizga bir so'zlab bering. Boshliq oldimiz keptida 1,5 millionlik to'xtam imzolagandik. Ma'atida yana 2 millionlik to'xtam imzolash oldi turibdi. Buningdan va o'zingizning qiymati bilan markaning qiymatini qanday his qildingiz? Men buni qarab baxsam, boshliq xaridorlarning ishindığını biz emaskanmiz, ya'ni bizning orqa terkimiz bo'layotgan, ya'ni bizga o'g'inish sovrini hozirlab berayotgan Husnigul shirkatiga. Yaxshi. Her bir narsa esingizda bo'lsin, har qanday vaqtida. Elim sizning esingizda bo'lsin. Madrid aytganda bir odam emas, eng qiymati bir marka bo'ladi. Masalan, masalan bir 10 qo'y desak, amaliyotda qiymati, markaning qiymati 9 ulushni egallaydi. Masalan o'zi 1 ulushni egallaydi. Bu insanlarda popüler kanal. Bu sakini biz özümüz ülgün sakinesi emas, özümüzün iqtidarını namoyon qilgan bir sakina deb bilgan vaqtimizda bu sakinlikka qanchalik qimmatga ega ekanligini oddiy his qila olamiz. Ukam sen shirkatga qaytib kelsang, qizg'in qarshi ol. Ilgirgidek yaxshi natijalarni qo'lga kiritishinglarni umid qilaman. Rahmat direktor.